Assalomu alaykum, hurmatli aziz yurtdoshlarimiz. Mana biz Qashqadaryodan, Shahrisabz shahridan Mirbuloq shaharchasiga Qaynar bobo sanatoriyasiga dam olishga keldik. Mana Alloh shu yerlarga kelishni nasib qilibdi. Juda oyoqlarimda, bellarimda kuchli og'riqlar bo'lgan sababli bundan 10 yil oldin bensimaga kelib ketgandim. Endi Xudo xohlasa mana kelganimga bo'lgan 6-kun juda chiroyli natijalarga erishdim. Oyoqlarim, qo'llarim juda ham yaxshi harakatchan bo'lib qoldim. Hammalaringizda shunday chiroyli shifo maskaniga taklif qilaman. Shunaqangi doktorlarning chiroyli muomalalari, sanitarkalarni shunday xonalarimizni toza ozoda qilib qo'yishadi. Mana chiroyli xonalar, hamma davolovchi narsalar hammasi juda foydali. Ayniqsa mana shu qo'lqopi bor ekan, kumush qo'lqopdan juda foyda ko'rdik. O'sha og'riq joylarimizni 2-kunning o'zidan og'riqlarimiz qoldi. Suvlari shifobaxsh, juda ham bu maskanga o'zi hamma sanatoriyalari juda bir-biridan yaxshi ekan. Mana shu xushmuomala doktorlarimizni, oshpazlarimizga, hammalarga rahmat. Shunaqangi chiroyli ovqatlar qilishyapti. Uyingizga yegan ovqatlar hammasi shu yerga bor. Sharoitlar juda zo'r. Vannaxona o'z ichida, dushovoy ichida, xolodilnik, televizor, hamma sharoitlari zo'r. Mana spalni postillari ham hamma narsalari joy-joyga. Sizlarni Shahrisabz xalqim, hammalaringizni shu yerga taklif qilaman. Hurmatli dugonajonlarim, aka-ukalarim, hammalaringiz kelingizlar. Xudo xohlasa yana nasib bo'lsa 3 oydan keyin kelish niyatim bor. Sizlardan taklif qilib qolaman. Hamma shu yerdagi doktor qizlarga, doktor ukalarimizga kattadan katta rahmat. Salomat bo'linglar. Assalomu alaykum hurmatli ota-onalar. Mana bizlar Qaynar bobo maskaniga keldik dam olishga. Yaxshi joylar ekan. Hammalaringiz kelingizlar. Mana qo'lim, oyog'im og'riydi, tuz bosgan dedi. Massaj olyapmiz. Parapin, svet, bo'yin osish, igna, terapiyalar hammasini muolajalar olyapmiz. Yaxshi, ta'sirot qoldiryapti. Hamma yerim yaxshi, Xudoga shukr. Zo'rman. Kelingizlar ota-onalar. Hammalarni tavsiya qilaman. Yaxshi ekan. Dam olishlari, ovqatlari hammasi joy-joyida. 4 xil ovqati bor. Yaxshi, zo'r. Assalomu alaykum hurmatli vatandoshlar. Mana bugun biz Qashqadaryo viloyati Qarshi shahridan Samarqand viloyati Nurbuloq shaharchasi Qaynar bobo sanatoriyasiga kelganmiz. Bu yerda sharoitlar juda ajoyib. Shifokorlarga shirin so'zli, hamshiralari mehribon, sharoitlari juda ham mukammal. Biz bundan juda ham xursandmiz. Sizlarga ham kelishlaringizni tavsiya etamiz. Juda ham ajoyib sanatoriya. Hammalaringizni taklif qilamiz. Biz juda xursandmiz. Doktorlarimizni muomalalaridan, sharoitlari juda ham ajoyib. Oshpazlarimizni qiladigan chiroyli taomlari juda ham yaxshi, ajoyib. Hammalaringizga tavsiya qilamiz kelishlaringizni. Qaynar bobo zo'r.
Assalomu alaykum, hurmatli yurtimiz ahli. Mana men Chirchiq shahridan kelib 2 safardan beri shu yerda dam olyapman. Haqiqatan ham mana bu lishinalar menga juda yoqdi. Men bel og'rir, oyog'im og'rirdi, asab tizimlar. Mana bir haftadan beri dam olyapman. Juda yaxshi, ta'siri juda yaxshi. Oldin safar ham kelganman. Men tavsiya berardimki, mana shu yerga kelib dam olsalaringiz, menimcha o'z sog'liqlaringizda e'tibor bergan bo'lasizlar. Qaynar bobo sanatoriyasiga, lekin gap yo'q. Assalomu alaykum, aka-ukalar, opa-singillar, yaxshimisizlar? Zamon er-xotin sanatoriyaga kelganmiz, dam olishga. 4 mahal ovqati bor, oyog'imiz og'riydi. Shunga davolanishga keldik. Hamma narsasi ichida zo'r. Keyingizda sizlar ham. Assalomu alaykum. Mana biz Paxtachi tumanidan Nurbuloq shaharchasini Qaynar bobo sayohatgohiga kelib dam olyapmiz. Sharoitlari yaxshi, hamma imkoniyatlar bor. Qaynar bobo sayohatgohida dam olishga arzigulik xizmat hamshiralari, vrachlarni hammasini hurmati joyida, aholini ham hurmatini joyiga qo'yib xizmatini qilyapti. Qayerlaringiz bezovta qiling? Oyoq og'riydi, bel og'riydi, shunga kelib davolanib lecheniyalarni olyapmiz. Yaxshi. 2 kunda bilindi, sog'lig'imiz yaxshi. Boshqa yurtdoshlarga tavsiya qilamiz. Hammani kelishlarini tavsiya qilamiz.